Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pasport almashtirish, ID kartaga o'tish va ayniqsa pensionerlar bu jarayonda nimalarga e'tibor berish kerak? Bu ma'lumot faqat nafaqadagi otaxon onaxonlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, yaqinlariga ham kerak. Chunki hujjat masalasida birgina xato pensiya olishda, bank kartasidan foydalanishda, poliklinikaga birikishda, notarial ishda yoki meros masalasida jiddiy muammo chiqarishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Men sizga oddiy tilda kim ID kartaga o'tadi, kim shoshilmasligi mumkin, qaysi holatda pasportni almashtirish majburiy bo'ladi, pensionerlar qanday hujjat tayyorlaydi, qayerga murojaat qiladi, qanday xatolardan ehtiyot bo'ladi, hammasini tartib bilan tushuntirib beraman. Oldin bizda asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat fuqarolik pasporti dedi. Ko'pchilikning qo'lida ko'k rangli biometrik pasport bor. Unda familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, doimiy yashash manzili, oilaviy holat haqidagi belgilar, bolalar haqidagi ayrim yozuvlar va boshqa ma'lumotlar bo'lardi. Odamlar yillar davomida shu pasport bilan bankka borardi, pensiya olardi, notariusga kirardi, shifoxonada ro'yxatdan o'tardi, propiska ishlarini qilardi. Hozir esa davlat bosqichma-bosqich ID karta tizimiga o'tmoqda. ID karta bu kichik plastik ko'rinishdagi elektron chipli shaxsni tasdiqlovchi hujjat. U oddiy kartaga o'xshaydi, lekin ichida shaxsga oid raqamli ma'lumotlar bo'ladi. Eng muhim jihati shuki, ID karta ichki foydalanish uchun, ya'ni O'zbekiston hududida shaxsingizni tasdiqlash uchun xizmat qiladi. Chet elga chiqish masalasida esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Mening pasportim bor, endi darhol almashtirishim shartmi? Pensioner bo'lsam ham ID karta olishim kerakmi? Pasport muddati tugamagan bo'lsa-chi, bank pensiyamni to'xtatadimi? Mahalla yoki pensiya jamg'armasi ID karta talab qiladimi? Degan savollar juda ko'p. Men bugun aynan shu savollarga aniq javob beraman. Asosiy o'zgarish shundan iborat. Yangi tartibda fuqarolarga pasport o'rniga ID karta berilmoqda. Lekin bu hamma odam ertalab borib pasportini topshirsin degani emas. Amaldagi hujjatning muddati fuqaroga tegishli holat, yosh, ma'lumot o'zgarishi, pasport yo'qolishi yoki yaroqsiz holga kelishi kabi sabablar bor. Kimdadir almashtirish darhol zarur bo'ladi. Kimdadir esa pasporti amalda bo'lsa, belgilangan muddatgacha foydalanishi mumkin. Main part ir. Kimlar ID kartaga o'tadi? Kimlar xavotir olish kerak va kimlar shoshilmasa bo'ladi? Men birinchi navbatda eng oddiy qoidani aytaman. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz va ichki pasportingizni yangilashingiz kerak bo'lsa, odatda sizga eski turdagi pasport emas, ID karta rasmiylashtiriladi. Ya'ni bugungi tizimning yo'nalishi shunday. Fuqarolarning asosiy ichki hujjati ID kartaga o'tmoqda. Birinchi holat. Pasport muddati tugayotgan yoki tugab bo'lgan fuqarolar. Masalan, pensioner onaxonimizning pasporti 2010 yilda berilgan, amal qilish muddati 2024 yilda tugagan bo'lishi mumkin. U kishi men baribir pensiyadaman, uyda o'tiraman, pasport kerak emas deb o'ylashi mumkin. Lekin ertaga bankdan yangi plastik karta olish kerak bo'lsa, notariusda hujjat rasmiylashtirish kerak bo'lsa, sanatoriyga yo'llanma olish kerak bo'lsa, yoki shifoxonada ayrim rasmiy xizmatlardan foydalanish kerak bo'lsa, muddati tugagan pasport bilan muammo chiqadi. Shuning uchun muddati tugagan pasportni albatta almashtirish kerak. Ikkinchi holat, pasport yo'qolgan bo'lsa. Bu holat pensionerlar orasida ham uchraydi. Masalan, otaxon bozorga chiqqanda hujjat solingan sumkasini yo'qotib qo'ydi yoki uyda ta'mirlash paytida pasport qayergadir qo'yilib, topilmay qoldi. Bunday vaziyatda eski pasportim topilib qolar deb o'ylab yurish xavfli. Chunki pasport boshqa odam qo'liga tutsa, noto'g'ri ishlatilishi ehtimoli bor. Bunda darhol ichki ishlar organlariga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, yo'qolgan hujjat bo'yicha tartibni boshlash kerak. Odatda yangi hujjat sifatida ID karta rasmiylashtiriladi. Uchinchi holat. Pasport yaroqsiz holga kelgan bo'lsa. Ba'zi otaxon onaxonlar pasportni yillar davomida ko'ylak cho'ntagida, sumka ichida, dori-darmon yonida yoki oshxona javonida saqlaydi. Natijada sahifalari yirtiladi, yozuvlari o'chadi. Muhrlar ko'rinmay qoladi. Suv tegadi, rasmi ajralib ketadi. Tashqi ko'rinishi shubhali bo'lgan pasportni ayrim tashkilotlar qabul qilmasligi mumkin. Bunday holatda ham hujjatni almashtirish kerak. To'rtinchi holat, familiya. Ism yoki otasining ismi o'zgargan bo'lsa, masalan, ayol kishi turmushga chiqqanida familiyasini o'zgartirgan.
keyin hujjatni yangilamagan yoki sud qarori bilan ism o'zgargan yoki tug'ilganlik haqidagi yozuvlarda xatolik aniqlangan. Bunday holatda pasportdagi ma'lumot bilan boshqa hujjatlardagi ma'lumot mos kelmasa, pensiya ishida ham, bankda ham, kadastrda ham muammo chiqadi. ID karta rasmiylashtirishda ma'lumotlar to'g'rilanadi. Lekin buning uchun asoslovchi hujjatlar kerak bo'ladi. 5-holat 16 yoshga to'lgan fuqarolar. Bu ko'proq yoshlar masalasi, lekin pensionerlar uchun ham muhim. Chunki ko'p nabiralar bu ishni bobosi yoki buvisi bilan maslahatlashadi. 16 yoshga to'lgan fuqaro shaxsini tasdiqlovchi hujjat olish kerak. Bugungi tartibda unga ID karta beriladi. Demak, oilada nabirangiz 16 yoshga kirgan bo'lsa, uning hujjatini kechiktirmaslik kerak. Endi pensionerlar haqida alohida gaplashamiz. Pensionerlar ham O'zbekiston fuqarosi sifatida umumiy qoidalarga kiradi. Ya'ni men nafaqadaman, menga ID karta kerak emas degan tushuncha noto'g'ri. Ammo pensionerlarning hammasi bir kunda pasportini almashtirishi shart degan gap ham noto'g'ri. Asosiy mezon, qo'lingizdagi hujjat amaldami yaroqlimi, undagi ma'lumotlar to'g'rimi? Sizga rasmiy xizmat kerak bo'lyaptimi yoki yo'qmi? Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxonning pasporti hali amal qiladi. Muddati tugamagan. Hujjat yaroqli, familiya ismida xato yo'q. Doimiy yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar ham to'g'ri. U kishi hozircha faqat pensiyasini bank kartasi orqali olib turibdi. Bankdan ma'lumotlar o'tgan. Bunday holatda vahimaga tushib, ertaga pasportim bekor bo'lib qoladi deb yugurish shart emas. Lekin pasport muddati qachon tugashini bilib qo'yishi kerak. Muddati yaqinlashsa, oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak. Ikkinchi misol, 72 yoshli onaxonning pasporti muddati o'tib ketgan. U kishi pensiyasini pochta orqali oladi. Shu sababli uzoq vaqt hujjat so'ralmagan. Lekin farzandlari uy-joyini meros tartibida rasmiylashtirmoqchi bo'ldi. Notariusga borganda muddati o'tgan pasport bilan hujjat qabul qilinmadi. Mana shu vaziyatda onaxon albatta ID karta bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki notarial harakatlarda shaxsni tasdiqlovchi amaldagi hujjat talab qilinadi. 3-misol, 65 yoshli pensioner bankka borib, muddati tugagan bank kartasini yangilamoqchi. Bank xodimi undan amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Pasportidagi yozuvlar yaroqli bo'lsa ham, muddati tugagan bo'lsa, bank yangi karta bermasligi yoki qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Natijada pensiya tushadigan karta yangilanmaydi. Shuning uchun bank masalasi bor pensionerlar pasport muddatini oldindan tekshirish shart. 4-misol. Qishloqda yashovchi onaxonning pasportidagi familiyasi Karimova. Pensiya hujjatlarida esa eski arxivdagi xato sabab Karimova o'rniga Qarimova deb ketgan. Bu kichik harf xatosi bo'lib ko'rinsa ham elektron bazalarda katta muammo tug'diradi. Bunday paytda faqat ID karta olishning o'zi yetmasligi mumkin. Avval FHDga arxiv, sud yoki tegishli tashkilot orqali ism, familiya yozuvlarini moslashtirish kerak bo'ladi. Shuning uchun hujjatdagi har bir harf muhim. 5-misol. Pensioner otaxon nogironligi sabab mustaqil yura olmaydi. Farzandlar otamni olib bora olmaymiz. Demak ID karta ola olmaydi deb o'ylaydi. Aslida bunday holatlarda yashash joyidagi mas'ul organlardan, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limidan yoki davlat xizmatlari markazidan amaldagi tartib bo'yicha maslahat olish kerak. Ayrim holatlarda imkoniyati cheklangan shaxslar uchun joyiga chiqqan holda xizmat ko'rsatish yoki vakil orqali ayrim bosqichlarni bajarish tartiblari bo'lishi mumkin. Lekin biometrik ma'lumot, fotosurat, shaxsni aniqlash kabi jarayonlar sabab shunchaki farzandi bo'lib olib keladi degan darajada oddiy bo'lmasligi mumkin. Birinchi nozik jihat, ID karta va xorijga chiqish pasporti bir narsa emas. Ko'pchilik ID karta oldim, endi Rossiyaga, Qozog'istonga yoki Turkiyaga shu bilan chiqaveramanmi deb so'raydi. Yo'q, ID karta asosan O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun kerak. Xorijga chiqish uchun sizda xorijga chiqish biometrik pasporti bo'lishi kerak. Ayrim davlatlar bilan alohida kelishuvlar yoki vaqtinchalik tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin umumiy qoida sifatida chet elga chiqishda alohida pasport talab qilinadi. Shuning uchun pensioner chet eldagi farzandinikiga bormoqchi bo'lsa, faqat ID karta bilan cheklanib qolmasin. Ikkinchi nozik jihat, eski pasportdagi propiska muhrlari ID kartada sahifa ko'rinishida turmaydi. ID karta plastik bo'lgani uchun uning ichida elektron ma'lumot bo'ladi. Qo'lda varaqlab ko'radigan sahifalar yo'q. Ba'zi pensionerlar mening propiskam qayerda yoziladi? Mahalla ko'rmasa nima bo'ladi deb xavotir qiladi. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda yuritiladi. Tashkilotlar kerak bo'lsa,
Bazadan tekshiradi yoki sizdan yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma so'rashi mumkin. Shu sababli eski pasportdagi muhrlarni yo'qotib qo'yishdan qo'rqish kerak emas. Lekin doimiy yashash manzilingiz elektron bazada to'g'ri aks etganini tekshirib qo'yish foydali. Uchinchi nozik jihat, pensiya avtomatik to'xtab qoladi degan gap har doim ham to'g'ri emas. Lekin hujjat mos kelmasa to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Masalan, pasport muddati tugaganini bank aniqlasa, yangi karta ochishda muammo bo'ladi. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni yangilashni so'rashi mumkin. Agar pensionerning familiyasi bank bazasida bir xil, pasportda boshqa xil, pensiya bazasida yana boshqa xil yozilgan bo'lsa-da, to'lovni aniqlashtirish kerak bo'ladi. Demak, pensiyani darhol kesib tashlashadi deb qo'rqitish noto'g'ri. Lekin hujjatdagi muammo pul olish jarayonini sekinlashtirishi aniq. 4-nozik jihat. ID karta olgandan keyin barcha tashkilotlarga ma'lumot avtomatik yetib boradi deb o'ylamang. Davlat tizimlari to'g'ri integratsiya qilinmoqda. Lekin amaliyotda bank, pensiya bo'limi, poliklinika, kommunal xizmat, notarius, kadastr kabi joylarda eski ma'lumot turib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ID karta olganingizdan keyin muhim joylarda ma'lumotni yangilab qo'yish kerak. Ayniqsa pensiya tushadigan bank kartangiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz va pasport ma'lumotlaringiz mos bo'lishi kerak. 5-nozik jihat. Hujjat almashtirishda qarindoshlarning ismi yoki tug'ilgan sana xatosi ham chiqib qolishi mumkin. Masalan, eski pasportda odamning tug'ilgan yili 1926 deb yozilgan. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomada 1907 turibdi. Yoki arxivda otasining ismi boshqacha yozilgan. Bunday holatda xodimlar qo'shimcha hujjat so'rashi tabiiy. Bu sizga qarshi qilinayotgan ish emas, aksincha kelajakda katta muammo bo'lmasligi uchun ma'lumotlar aniqlashtiriladi. 6-nozik jihat. Ishonchnoma bilan hamma ishni qilib bo'lmaydi. Pensioner farzandiga borib, mening o'rnimga bitta karta olib kel deb ishonchnoma bersa ham shaxsni aniqlash, biometrik ma'lumot olish, fotosuratga tushish kabi jarayonlarda fuqaroning o'zi ishtirok etishi talab qilinishi mumkin. Og'ir kasal, yura olmaydigan, nogironligi bor shaxslar bo'yicha alohida tartibni joyidagi mas'ul idoradan so'rash kerak. Men har doim maslahat beraman. Avval telefon orqali yoki yaqin kishi borib, vaziyatni tushuntirsin, keyin otaxon onaxonni bekorga ovora qilmang. 7-nozik jihat, jarima va muddat masalasi. Hujjatni o'z vaqtida almashtirmaslik ayrim hollarda ma'muriy javobgarlik yoki jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa pasport yaroqsiz bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa yoki muddatidan ancha o'tib ketgan bo'lsa, masalani cho'zmaslik kerak. To'lov miqdorlari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun men aniq summani aytishdan oldin har bir kishi Davlat xizmatlari markazi MyBogov uz portali yoki migratsiya bo'limidan amaldagi tarifni tekshirib olishini tavsiya qilaman. 8-nozik jihat, ID karta olganda eski pasportdagi ayrim ma'lumotlarni alohida saqlab qo'yish foydali. Masalan, eski pasport seriya raqami, berilgan sanasi, kim tomonidan berilgani, propiska sahifasi nusxasi, nikoh va farzandlar haqidagi eski yozuvlar ayrim eski hujjatlar bilan solishtirishda kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun eski pasportni topshirishdan yoki almashtirish jarayonidan oldin uning muhim sahifalaridan nusxa olib qo'yish, telefoningizga rasm olib qo'yish, smartfoningizga rasm olib qo'yish, farzandingizda elektron nusxasini saqlash foydali. Bu nusxa shaxsiy ma'lumot bo'lgani uchun begona odamlarga yuborilmasin. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, quyidagi ishlarni bajaring. Birinchi qadam, pasport muddatini tekshiring. Pasportingizning amal qilish muddati qachon chayqa ekanini ko'ring. Raqamlarni farzandingiz yoki ishonchli odamingiz bilan birga tekshiring. Ba'zan odamlar berilgan sanani muddat deb o'ylab adashadi. Agar muddati tugagan bo'lsa yoki tugashiga oz qolgan bo'lsa, almashtirishga tayyorlaning. Ikkinchi qadam, hujjatning holatini tekshiring. Sahifalar yirtilganmi? Rasm ko'rinadimi? Muhrlar o'chmaganmi? Yozuvlarda xato yo'qmi? Suv tegmaganmi? Agar pasport yaroqsiz ko'rinishda bo'lsa, uni ishlatib yurish xavfli. Ayniqsa notarius, bank, sud, kadastr, tibbiy komissiya kabi joylarda bunday pasport muammo tug'diradi. 3-qadam, ma'lumotlarni solishtiring. Pasportdagi familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pensiya daftarchasi, bank kartasi, shartnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, kadastr hujjati bilan mosmi? Masalan, bitta joyda o'g'loy, boshqa joyda ugiloy yozilgan bo'lsa, bu kelajakda muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa,
meros, uy-joy, pensiya qayta hisoblash, aliment, ijtimoiy nafaqa, subsidiya masalalarida harflar ham ahamiyatli. 4-qadam. Qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda ID karta olish yoki almashtirish uchun yashash joyingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. Ayrim xizmatlar MyBokkov orqali ham boshlanishi mumkin. Lekin pensionerlar uchun eng qulay yo'l. Avval yaqin farzandi yoki qarindoshi borib, navbat to'lov kerakli hujjatlar, ish vaqti, biometrik jarayon haqida so'rab olsin. Shunda otaxon onaxon bekorga 2-3 marta qatnamaydi. 5-qadam. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda eski pasport, ariza, to'lov kvitansiyasi, zarur bo'lsa tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjat. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, sud qarori yoki FHDYO ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat individual bo'ladi. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganlik bo'yicha alohida tartib bo'ladi. Agar ma'lumotda xato bo'lsa, uni tuzatish uchun asoslovchi hujjat talab qilinadi. 6-qadam, to'lovni faqat rasmiy tartibda qiling. Hech qachon men test chiqarib beraman, navbatsiz qilaman. Qo'shimcha pul bersangiz ertaga tayyor degan begona odamlarga ishonmang. Pensionerlar ko'pincha aldovchilarga nishon bo'lishadi. To'lov faqat rasmiy kassada, bank orqali, elektron to'lov orqali yoki davlat xizmatlari markazi ko'rsatgan tartibda qilinadi. Kvitansiyani saqlab qo'ying. 7-qadam, telefon raqamingizni va manzilingizni to'g'ri ko'rsating. Hujjat tayyor bo'lgani haqida xabar kelishi mumkin. Agar raqam farzandingiz nomida bo'lsa ham, mas'ul odam xabardor bo'ladigan raqamni bering. Manzil xato yozilmasin. Bir harf yoki bitta raqam xatosi keyin bankda, mahallada yoki pensiya tizimida mos kelmaslikka olib kelishi mumkin. 8-qadam, ID karta olgandan keyin uni tekshiring. Kartani qo'lga olganingizda familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSH raqami. Amal qilish muddati to'g'ri yozilganini ko'ring. Uyga borib tekshiraman demang. Joyida ko'rib oling. Agar xato bo'lsa, darhol ayting. Chunki keyin tuzatish yana vaqt oladi. 9-qadam, pensiya va bank ma'lumotlarini yangilang. Agar siz pensiyani bank kartasiga olsangiz, bankka ID karta ma'lumotlaringizni yangilash kerakmi, yo'qmi so'rang. Pensiya bo'limiga ham ma'lumot yetib borganini tekshirtirish foydali. Ayniqsa eski pasport, seriya raqami bilan ochilgan hisoblar, omonatlar, plastik kartalar bo'lsa, bank bazasiga yangi hujjat kiritilishi kerak. 10-qadam, hujjat nusxalarini xavfsiz saqlang. ID kartani telefon orqali har kimga yubormang. Telegramda notanish odam so'rasa, yubormang. Pensiyangizni ko'paytirib beramiz, moddiy yordam chiqaramiz, kompensatsiya bor deb pasport yoki ID karta rasmi so'raydiganlar ko'p. Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. Faqat rasmiy tashkilotga, rasmiy ariza jarayonida ishonchli shaklda taqdim eting. Agar pensioner yura olmasa, nima qilish kerak? Bu juda muhim savol. Men bunday oilalarga shunday maslahat beraman. Birinchi navbatda yashash joyidagi migratsiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, vaziyatni yozma yoki og'zaki tushuntiring. Falonchi fuqaro tug'ilgan yili shunday. Nogironligi bor. Mustaqil harakatlana olmaydi. Pasport muddati tugagan, ID karta rasmiylashtirish kerak deb aniq ayting. Agar tibbiy ma'lumotnoma kerak bo'lsa, poliklinikadan oling. Agar vakil orqali ariza berishning biror bosqichi mumkin bo'lsa, ular tushuntiradi. Muhimi, ota-onani issiqda, sovuqda, navbatda bekorga qiynamang. Avval tartibni bilib oling, keyin olib boring yoki tegishli xizmatni so'rang. Yana bir maslahat. Barcha pensionerlar pasport va ID karta masalasini faqat muammo chiqqandan keyin emas, oldindan hal qilsin. Masalan, sanatoriyaga borishdan 1 oy oldin emas, 3-4 oy oldin hujjatni tekshiring. Meros rasmiylashtirish boshlanganda emas, oldindan ma'lumotlarni moslang. Bank kartasi muddati tugaydigan kuni emas, bir necha hafta oldin bankka boring. Hujjat masalada eng katta zarar shoshilishdan keladi. Agar sizning pasportingiz hali amal qilayotgan bo'lsa, lekin siz ID karta olishni xohlasangiz, buni ham rasmiy idoradan aniqlashtiring. Ba'zi hollarda fuqaro o'z xohishi bilan almashtirishi mumkin. Ayrim hollarda esa sabab va tartib talab qilinadi. Amaldagi qoidalar va to'lovlar o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, eng ishonchli manba bu rasmiy davlat xizmatlari markazi migratsiya bo'limi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli davlat organining rasmiy axboroti. Demak, azizlar, asosiy gap shuki, pasportdan ID kartaga o'tish jarayoni davom etmoqda va bu masala pensionerlarga ham tegishli. Lekin vahimaga tushish kerak emas. Agar pasportingiz amal qilayotgan, yaroqli va ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa,
muddatini kuzatib boring. Agar muddati tugagan, yo'qolgan, yirtilgan ma'lumotlari xato yoki bank, pensiya, notarius, kadastr kabi rasmiy ishlar kerak bo'lsa, ID kartaga o'tishni kechiktirmang. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq uyingizdagi pensionerlarning pasportini tekshiring. Muddati, holati, ma'lumotlari bank va pensiya bazasidagi yozuvlari mosligini ko'ring. Agar shubha bo'lsa, rasmiy idoraga murojaat qiling. Hujjatni o'z vaqtida almashtirish, pensiyani xotirjam olish, bankda muammosiz xizmat ko'rish, meros va mulk ishlarini to'g'ri rasmiylashtirish, tibbiy va ijtimoiy xizmatlardan foydalanish uchun juda muhim. Sizda pasport yoki ID karta bo'yicha qanday savol bor? Pensioner ota-onangizda shunday muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalla guruhlariga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ma'lumot bir oilani katta ovoragarchilikdan saqlab qolishi mumkin.